Aytib degani kelibdi mana darsimizga. Burunni vazifasi nima? Nafas olish. To'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda burun nafas olish, hid bilish uchun ishlatiladi. Faqat bizda ayrimlar buni birodishiga tiqish uchun ham ishlatadi. Kelishdigi. Umidjon Umarov degani kelibdi sizga savol. Quloqning vazifasi nima? Eshitish, to'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda quloq eshitish vazifasini bajaradi. Hammani qulog'i shunaqa. Faqat bizda bunga lag'mon ilish uchun ham ishlatamiz. Qanaqadir quloqli qilish uchun ham ishlatamiz. Keyingi savol o'rtoqlar. Bobur Mansur, oshqozonning vazifasi nima? Hazm qilish. To'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda oshqozon hazm qilish vazifasini bajaradi. Ibn Sino bobomiz ham tibb qonunlari asarida yozib ketgan. Necha kosa ovqat bilan to'yadi oshqozon? Bir kosa. To'ppa-to'g'ri. Dunyodagi hamma odamning oshqozoni 1-2 kosa ovqat bilan to'yadi. O'tiring. Lekin nimagadir bizda ayrimlar bir kosa ovqatdan tashqari asfaltni pulini ham yeb ko'ryapti. Yetimni haqqini ham yeb ko'ryapti, alimentni bermay ham yeb ko'ryapti, o og'aynisini haqqini ham yeb ko'ryapti. Yorilib ketadi mana.